Assalomu alaykum hammaga. Motobike mototsiklimiz tayyor bo'lgan. Bu 5-6 yoshdan 11 yoshgacha minsa bo'ladi. 24 voltligi. Mana oldi ko'rinishlar mushni ishlangan. Glani spiral svetlari yonadi. Glani o'rtada svetlari ham yonadi. Balonlari rezina yumshoq bo'ladi. Rezina kauch kurganda ozar chiqmaydi. Tormozlari kalotkali bo'ladi. Original tormoz trosli bo'ladi. Tormozlari qo'llada bo'ladi. Telegram qidiruv tugmasiga haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan yozing va bizni Telegramdan kuzating. Mana yonlari, gazlar bu yoq tarafda qo'llarda bo'ladi. Gazlari orqa balon tortadi. Orqa balonda ikkita motor bo'ladi. Mana yon ko'rinishlari. Bu yerda kichkina balonchalar bo'ladi. Pastdagi yiqilmasligi uchun bolajonlarimiz boshiga oyoq qo'yadigan joylargacha bor. Hop mana yon ko'rinishlari motor bo'ladi. Mana ichida motor joylashgan. Ikkita narigi tarafda amortisator ham bo'ladi. Original amortisator. Bu amortisatorlar ham ishlaydi. Orqa balonlari yumshoq balon bo'ladi. Mana orqa ko'rinishlari yaxshi ishlangan. Ikkita motorli, ikkita balon tortadi. 24 voltli bo'ladi. Bu yerda bunaqa keyinchalik ham pastdagi bunaqalar bor. Turg'izib qo'yadiganlik. Balonni yechib qo'ysanglar navodo. Hop, sidenalari eko-ko'ch sidena bo'ladi. Hop, multimedia sistemalari, signallari ham bor. Fleshka ham qo'yishsa bo'ladi, muzikalar qo'yishsa bo'ladi. Old-orqa yurishlari, mototsikl qo'yishlari, birinchi, ikkinchi kurs bo'ladi. Tezliklari 2 xil bo'ladi. Mana oldi ko'rinishlari, bakoylar bo'ladi. Tormoz qo'lda bo'ladi. Qadimgidek gazlari bu yoq o'ng tarafida bo'ladi. Mana zavat bo'lishlari. Zavat bo'lishlari ham o'sha ishlangan. Telegramga zakaz beraverasizlar. 5-6 yoshdan to 11 yoshgacha minsa bo'ladi. 11-12 yoshgacha ham 50 kilo yuk ko'taradi. Mototsiklimiz tayyor.